Azizlar, короче, opamga prank jinnisi. Mana opani mehr qanaqa bo'ladi ko'ramiz mana. Tushun yo'qmi? Ketdik. Tushun. Voy. Non olib kelding Abdulaziz? Короче, non, olib kelaman. Nima bo'ldi? Короче, ovalada. Tushun. Nima bo'ldi shunda? Olyaptim. Nima bo'ldi? Sindirdingmi? Nima qilding? Bir ikkita bolalar bilan tortishib qoldim. Qani menga ko'rsatchi? Qani? Qochi. Kim urdi? Jinnimisan Abdulaziz? Kim urdi degan. O'zidan Qarab o'tirdingmi? Ha. Jinnimisan? Ne urushadi? Stomatologga boraman. Yo, taniyman. Stomatologga boraman. Bor, yur, oyi. Hazlashdi. Oy. Oy. Sen menga prank qilding o'zingcha? O'rtoqlar Abdulazizga prank bo'lma, prям acho'sh sassiq dori, lekin juda ham foydali. Shuni hozir Abdulazizga prank qilaman, oxirigacha ko'rsanglar, tushunib olasizlar. Bo'lsa, nima qilib gaplashamiz? Abdulaziz, Mustafoga dori ichirib yuborishim kerak edi. Rul o'ynab bergan, qilib turgan, qizg'onib ichib yuboradi-da. Biz qilib tursam, u ichaman deydi, ichadi. Mana Mustafo. Mustafa. To'xta, bitta. Sen bana oynashdingmi? Oy ko'rdingmi? Yo'qol. Ay, qol qo'linglar. Tubo. Bu qolagan shu tashotdi bu. Men urdimmi? Men hali urmadim. To'xta. Baba. Qanaqa o'rganib qo'y, qara. Bunda borsa qo'l. O'sha o'rganish bo'pti. Tash. Qara, men bitta qiz yoqtirib qoluvding-ku, eslaysanmi? O'sha qiz nomerini oldim, kerakmi senga? Faqat bitta shartim bor-da. Qanaqa? Ana Abdulaziz bitta video olibdi, qiz bilan o'ynab. O'sha videosi uchun javob berish kerak. Ushlab berasan. Ushlab turasan, nima qilsam qilaman, bo'ptimi? Chiqasmisan? Chiqaman, yur. To'da sendu. Usha mana. Usha. Yotqiz. Nima yotqiz? Sen o'zing chekib ketadi. Mama. Sizlar bilan olganing uchun menga. Sizlar bilan olganing uchun. O't yordim. O't yor. Kommentariyada hamma oping qani, opasi qani bu bolani? Ruldira. Debdi. Sana, shu. Davay usha otash. Yo. Ha, biz sen ay. Usha otash. Usha yotqiz. Nima? Qara, yana qizlar bilan olasan? Ha? Tavba qildingmi? Tavba qildim. Kecha. Qochib bo'pti. Ular buyoqqa.